Hammaga salom, sizlar bilan bugun Sonic Gaming, ya'ni LT Donator. Bugungi videoda biz proxy server o'rnatishni o'rganamiz. Unda har xil emotsiyalar va Free Fire atmosferasidagi hamma emotsiya kiyimlar bor. Qani videodan boshlashimizdan oldin like va podpiskani bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz ketdik. Birinchi o'rinda bizga Astuti Beta degan ilova kerak bo'ladi. Bu ilovani mening YouTube kanalimni shapkasida turgan, mana bu yerda turgan Telegram kanalida olishingiz mumkin. Mana turibdi. O'shani skachat qilib olgandan so'ng mana bu yerda Astuti Beta ochiladi. Keyin Astuti Betaga kirgandan keyin akkaunt ochasiz. Faqat Quest'dan ochasiz. Google'dan ochilib bo'lmaydi. Mana yangi akkaunt ochamiz Quest'dan. Hozir kirganingizdan so'ng akkaunt ochasiz. O'zimda akkaunt tayyor ochilgan, menga ochib tashlashni qilingan. Hop, mana ochildi akkauntimiz. Ochilyapti mana. Bu yerda qolgan ko'chamiz bor. Terib qo'yamiz chunki menikim bir dona. Hop, keyin ochiladi. Veteran deb bosamiz va OK deb bosamiz. Короче, mana now let's go boy of the gazer deb chiqadi. Mana bu yerda mana bu narsa chiqadi. Tepada ko'rdinglar-ku, o'sha narsani screenshot qilib olish kerak. Mana screenshot qilib oldim va endi buni kopirovat qilib olaman. Shu yerdan kopirovat qilib olsam, mana bu yer bor-ku, www.unlockffbeta.com bor. O'sha saytga kiramizda. Mana kiramiz. Unlock beta server. Kiramiz. Mana avtomatik kirib ketadi o'zi. Va mana bu 2 soat mana Unlock for 2 hours. O'shani bosamizda mana bu yerga reklama chiqadi. Keyin orqaga qaytishni tugmasini bosasizlar. Menda xorlar, shuning uchun orqaga qaytish tugmasi chiqmaydi. Pastga tushadi Androidlarda. Mana Unlock video Discord bosasizlarda reklama kirib ketadi. Orqaga qaytasizlar, yana bitta bosasizlar. Keyin kutasizlar mana. Bir orqaga ketdi. Yana ozgina kutasizlar. Bir orqaga ketdi. Yana bir marta shuni takrorlaymiz va oxirgisi 1 2 bo'ldi. Mana akkauntimiz ochildi va Astuti Betaga qaytib kiramiz. Ok. Endi kirsak, kirib ketadi. Ozgina kutamiz. Endi ko'rishingiz mumkin. Короче, bu video shundan iborat emasdi va shuncha vaqtingizga rozi bo'lmanglar. Bugungi videoda sizga yoqmagan bo'lsa, like va podpiskani bosmanglar. Xayr emas, hammaga xayr. Don't believe shit.